2022 yillik statistik ma'lumotlarga qaraganda Xitoyda tunji qitim o'lganlarning soni tug'ilganlardan eshib ketish hodisasi ko'rilgan bo'lib, mutaxassislar buning Xitoy uchun g'oyat zo'r bir krizdan bishorat berdiganligini ta'kidlagan. New York vaqt gazetining 16-yanvardagi obrazida aytilishicha, Xitoy hukumatı necha 10 yillab majburiy va qattiq yo'l qo'ygan planliq tug'ish siyosati aholining nopos qurilmasini, yosh qirliq farqini keltirib chiqargan eng chong sun'iy omil bo'lib qolgan. Buning bilan yaqin kelgusida Xitoyda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishga kerakli emgak kuchi yetishmaslik krizisining dastlabki shapillari borliqqa kelishga boshlagan ekan. Kaliforniya universitetining professori Wang Fangning bildirishicha, Xitoy endi nopos jihatdan olganda qirlar bilan to'lib ketgan bo'lib, nopos soni shiddat bilan to'nlayotgan ekan. Obrazda aytilishicha, Xitoyning uzun yillar davom qilgan planliq tug'ish siyosati tufaylidan navbatda yoshlar bilan yashanganlarning nisbatida zo'r ta'tir tanasib kelib chiqqan. Ya'ni kelib o'tgan 40 yil ichida tug'ilib cho'ng bo'lganlarning mutlaq ko'p qismi farzandlik bo'lishni xohlamaydiganlar bo'lib qolgan. Hozirgi statistika bo'yicha bo'lganda 2035-yilga borganda Xitoyda 400 million kishi 60 yoshdan oshadigan bo'lib, bu hozirgi Xitoy noposining 3dan 1ga yaqin salmoqni egallaydi ekan. Ya'ni kelib hozir yuqori pallaga chiqayotgan Xitoy virusining vabosi texim ko'p noposni yo'q qilish rolini o'ynashga boshlagan ekan. Gerçi Xitoy hukumatı yaqinda planliq tug'ish siyosatini bekor qilib, 3 farzandlik bo'lishga ruxsat qilib, ko'p farzandlik bo'lganlarga turli moddiy mukofotlarni va'da qilgan bo'lsa-mu, nurg'un yoshlar bola beqish xarajatining ig'irligi, uy bahosi, ma'arif va davolanish chiqimlarining shiddat bilan o'rlab ketish qatorliqlarini bahona qilib, farzandlik bo'lishni rad qilib kelgan ekan. Obrazda aytilishicha, bu xil nopos chekinishi mohiyatda Xitoy davlatining kelgusidagi iqtisodiy va ishlab chiqarish sistemasiga g'oyat zo'r salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, Xitoy iqtisodining yaqin kelgusida davomli dunyodagi 2-o'rinda turish tura olmasligi ig'ir sinoqqa duch kelayotganligini ta'kidlagan. Xitoy hukumatı necha 10 yillab Sharq Turkistondan neft qaziyotgan bo'lib, yaqinda cho'nqurligi 8000 metrdan oshadigan neft quduqlari Tarim neftligidan qazilishga boshlagan. Tangirtog' to'rining 9-yanvardagi xabarda aytilishicha, bu xil quduqlarning ko'pinchisi 8 kilometrdan oshadigan bo'lib, Xitoy ta'min etgan neft burg'ulash xaritasidagi son-sanoqsiz chekitlar bu xil quduqlarning navbatda ko'plab qizilayotganligini ko'rsatgan. Bu xil quduqlardan eng yengilari 9325 metr cho'nqurlikda qo'llanish plan qilingan bo'lib, navbatda jiddiy qizilishga boshlagan ekan. Shu sababdan Xitoylar bu quduqqa Xitoydagi eng cho'nqur qo'llangan nuqta deb nom qo'yib olgan. Bu quduqlarning cho'nqurligi dunyodagi eng egiz cho'qqa deb atalıyotgan Cho'molongma cho'qsining umumiy egizligidan eshib tushganligi Xitoy axborotlaridan ko'plab o'rin olgan. Xitoyning eng chong energiya ombiri deb atalıyotgan Sharq Turkiston yillardan buyon Xitoy iqtisodining jon tomiri bo'lgan neft, tabiiy gaz, ko'mir qatorliqlar bilan ta'minlab kelayotgan bo'lib, Uyg'urlarning namoratlik ichidagi turmushi izchil buningga rushan selishtirib bo'lib kelayotganligi ma'lum. Yaqinqi mezgillarda bu xil zo'r ko'lamdagi energiya qizish paydo qilayotgan ko'plagan ishkilamchi omillar, jumladan suv boyligining xurab ketishi, muhitning ig'ir bulg'inish qatorliqlar har sohaning jiddiy diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. 14-yanvar kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti o'zlarining Twitter betida bayonot e'lon qilib, Ilhom To'xti shartsiz qo'yib berilsin degan. Bu bayonotda Ilhom To'xti qo'lga ilinganligi 9 yil bo'lgan bu kunni eslash bilan birga, uning Uyg'ur va boshqa millatlarning haq-huquqi haqida so'z qilganligi uchun muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi eskartilib, bu xil fikr qilishning turmaga loyiq jinoyat emasligini alohida ta'kidlagan ekan. Mazkur komitetning tor betida Ilhom To'xti uchun ichilgan maxsus betga Ilhom To'xtining qisqacha ahvoli, uning tutqun qilinishi hamda xalqaroning inkosi qo'shimcha qilingan. Yevropa parlamentining a'zosi Engin Arog'li shu kuni o'zining Twitter betida uchur yo'llab, Yevropa parlamentidagi xizmatdoshlari bilan birlikda Ilhom To'xtiga erkinlik degan suratni ko'targan kollektiv suratni ham bahrilagan ekan. İlhom To'xtining koni tonishlaridan bo'lgan Xitoy ziyolisi Saoyashu 13-yanvar kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishining to'r betida Ilhom To'xti bilan suhbat temasida obzor maqolasi e'lon qildi. U obzorda Ilhom To'xti bilan bo'lgan g'oyibona suhbat xotirasini yozish orqali uning maktabdagi hayoti, Bejondagi hayoti va turmadagi hayoti to'g'risida o'ylaganlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashdi. Amerika parlament a'zosi Ko'rish Simsning ishxonasi 17-yanvar bayonot e'lon qilib, Amerika Avom palatasining boshlig'i Makkarti parlament a'zosi Ko'rish Simsni
Kengash palatasi va Avam palatasining ikki partiya a'zosidan tarkib topgan Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar ijroiya komiteti raisligiga saylanganligini, shundaqla semiz kommunist hokimiyatga yordam bergan va uni qo'llaganlarni tekshirishni kuchaytirish to'g'risida qasam berganligini bildirgan. Ko'rishimiz o'zining Xitoydagi kishilik huquq dafsanchilik to'g'risidagi 76 qitimliq isbot anglash yig'iniga riyosatchilik qilganligini, parlament ijroiya Xitoy komitetining muhim qonunlarni ilgari surishda muhim rol o'ynaganligini so'zlab, yana Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni, Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni qatorliqlarini tuzishda aktiv rol o'ynaganligini, bu ikki qonun loyihasi orqali Xitoyning qabih vahshiyligi uchun javobgarlikni ustiga olish kerakligini, o'zining to'xtamay uzun muddatli xizmatiga tayinib, Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligiga davomli zarba berdiganligini ta'kidlagan. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 18 iyun parlament a'zolari va Cumhur Reislik saylamlarının 14 may kuni o'tkazilganligini bildirdi. Erdoğan rahbarligidagi Adalet ve Taraqqiyot partiyasining Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki grup yig'inida bu vaqt qilgan so'zida 18 iyun o'tkazilgan parlament a'zolari va Cumhur Reislik saylamlarının 14 may kuni o'tkazilganligini, oy fikrlarini aks ettirishmi, qaror chiqarishmi millatga, xalqqa taalluq deyish orqali 2023 yilimi xalqning qo'llashiga tilakdoshligini bildirgan.